Xalqimiz uchun eng aziz va muqaddas sanalgan kun O'zbekiston mustaqilligi bayrami bugun nafaqat mamlakatimizda, balki dunyodagi yurtdoshlarimiz qalbida ham baland ruhda nishonlanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari, Nyu-Jersi shtati Randol shahrida bo'lib o'tgan tantanali bayram ham buning yaqqol isbotidir. 34 yil muqaddam xalqimiz orzu-umidlari ro'yobga chiqib, mustaqillikka erishilgan kundan buyon bu sana barchamiz uchun milliy g'urur, erkinlik va o'z taqdiriga egalik timsoli bo'lib kelmoqda. Randolfdagi tadbir ana shu hissiyotlarimizning jonli ifodasi, yurtdan uzoqda yurgan vatandoshlarimiz qalbidagi ona yurt muhabbati va sadoqati namoyishi bo'ldi. Bu bayram shuni ko'rsatdiki, mustaqillik siyosiy voqelikdan tashqari xalqimizni birlashtiruvchi ruhiy quvvat, kelajakka ishonch va taraqqiyot yo'lida ilhom manbaidir. Tantanalarning markaziy maskani bo'lgan saylgoh bugun nafaqat bayramona kayfiyat, balki milliy an'analarimiz va ma'naviy merosimizning go'zal namoyishiga aylandi. Maydonda milliy liboslar ko'rgazmasi, qo'l mehnati buyumlari va bolajonlar chizgan vatan manzaralari aks etgan rasmlar keng jamoatchilikka taqdim etildi. Har bir eksponat o'zbek xalqi ma'naviy qudrati va madaniy ildizlariga sadoqat ramzi sifatida yorqin ifoda topdi. Bayramning eng qiziqarli qismi osh musobaqasi bo'ldi. Bu shunchaki kulinar bellashuv emas, balki vatandoshlarni birlashtiruvchi ruhiy ko'prik, mehr-oqibat va hamjihatlik ramzi sifatida namoyon bo'ldi. Milliy taom xalqning madaniy kodi, tarixiy xotirasi va yuraklarga muhrlangan ruhiy merosidir. Dasturxon atrofidagi samimiy muloqotlar, ko'ngilga yaqin qo'shiqlar, bolalarning beg'ubor kulgusi Randol shahridagi parkni go'yo vatan hidi va ruhi bilan to'ldirdi. Bir so'z bilan aytganda, bu kun Amerika zaminida o'zbek madaniyatining o'ziga xos bayramiga aylandi. Ko'rgazma bo'ladimi, rasm tanlov konkursi bo'ladimi, palov tanlov konkursi bo'ladimi? Bu yerda maqsad yosh vatandoshlarimiz orasida urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, tilimiz, shu narsalarni targ'ibot qilish. Jamiyatlar, vatandoshlar birlashdi. Shu narsa muhim. Hunarmandchilikning ham durdonalari bor. Qanday asarlarimiz bor. Oshpazlikning ham durdonasi bor ekan. Ko'rgan bo'lsangiz, Buxoro oshi sofi palovi, Samarqand sitora palovi, Xorazm suzma palovi, Andijon dezra palovi. Bular hammasi milliy o'zbek oshpazchiligining durdonalari. Shu durdonalarni biz bugun O'zbekistonda emas, Nyu-Jersida tashkil qildik. Shubhasiz bunday tadbirlar amerikalik o'zbeklar hayotida katta ma'naviy ahamiyatga ega. Ular nafaqat bayramni nishonlaydilar, balki milliy qadriyatlarni asrab avaylaydilar. Farzandlariga yetkazadilar. Mustaqillik tantanasi ular uchun madaniy birdamlik, milliy o'zlikni saqlab qolish va kelajakka ishonch ramzidir. Bu jarayonlarda yurtdoshlarimiz vatan bilan doimiy ma'naviy bog'lanishni yana bir bor his etdilar. Ular qayerda yashamasin, milliy urf-odat va qadriyatlar insonni o'z ildizlariga qaytarib turadi. Randol shahrida o'tgan bu bayram yana bir haqiqat ko'rsatdi. Millat uchun eng ulug' sanalar va qadriyatlar olis masofalarni yo'q qiladi. Har bir milliy libos ko'rgazmasi, bolalar chizgan rasmlar, osh musobaqasi atrofidagi samimiy uchrashuvlar va parkdagi quvonchli onlar bitta haqiqatni tasdiqlaydi. O'zbek xalqi qayerda bo'lmasin, vatani bilan birdir. Mustaqillik ruhi bilan birlashgandir. Nevaralarimiz ko'pchiligi bir nechta yerda tug'ildi, Amerikada tug'ilgan, lekin baribir ular mana shunday tadbirlarning hammasida qatnashadi. Biz xursandmiz shunday tadbirlar o'tkazilayotganidan. O'zbekistonliklar birlashsa, hammalar mana shunday tadbirlarni uyushtirib, mana shunday milliy rasmlar chizishyapti, mana shunday o'zimizning ko'rgazmalarimizni tomosha qilishyapti. Shularning hammasi bizlarga, katta yoshdagilarga juda ham yoqadi, juda ham xursandmiz. Nevaralarimiz Xudo xohlasa kelajakda o'z vatanini, o'z yurtini eslab katta bo'ladi deb umid qilamiz. Bayram so'ngida osh musobaqasining g'oliblari tantanali ravishda taqdirlandilar. Ularga esdalik sovg'alari va diplomlar topshirildi. G'oliblarning yuzidagi shodlik, sahnadagi samimiy tabriklar va tomoshabinlarning quvnoq olqishlari bayramga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Shu tarzda Randol shahridagi mustaqillik tantanasi xalqimizning hamjihatligi, milliy merosga muhabbati va kelajakka ishonchining yorqin ifodasi sifatida yakunlandi.